kompyuterni o'chirib qo'yay. Nima bo'lyapti? Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Revox. Kecha do'stim kelgandi, kompyuterini o'zim olib borib. Xullas o'sha do'stlar, tilim sepidan aylanib chiqib ketyapti. Men bitta rasmga tushib olayda, hozir. Hali. Endi men uni ko'tarishim kerak. Ko'taramiz, kuchayamiz. Kuchaytmas ekan, xullas. Uyni tozalab qo'yish kerak. Hozir tozalab bitadi do'stlar, hozir. Hozir bunday ko'chaga chiqamiz. Nima sayohat qilib ko'ramiz, nimalar bor ekan. Hozir ana bo'ldi do'stlar. Uy top-tozagina bo'ldi. To'xtanglar, hozir qornim och qoldi. Pizza 2 ta olsam yetadi. Bo'ldi. Xullas do'stlar, eshik qulflaylik. Eshik qulflaylik. Nima bo'lyapsan? Eshik qulflaylik. Ana bo'ldi. Ketdi endi pastga. Do'stlar, mana bu pizzani men $2 ga aksiya bo'layotgan ekan sotib oldim. Jitil ko'ringandek bo'ldimi? Voh, bu yerda hali ham turibdimi? Qo'ysan qilmadingmi? Xullas do'stlar, endi bizcha maktabda direktor o'tganda chaqirib qoldi. Mana bo'ldimi? To'xtaladi endi. Xos. Xo'p, oynadan kim qarayapti? Xo'p, hozir. Do'stlar, hozir ko'rib qolamiz. Qoch. Xo'p. Hech kim yo'q-ku. Kimdir o'ralayotganga o'xshadi. Do'stlar, jitilmi bu kim? Qishloqi. Xo'p, mana endi kirib, endi ketsam ham bo'ladi. Endi Revoxning uyini o'marish kerak. Kechagina u 2 stak pul $1 olib kelgandi. Endi ketdim. Necha qorong'i tushsa keyin uyini o'marishga tushaman. Do'stlar, u meni uyimni o'g'irlamoqchimi? Tfu. Xullas, u meni o'marmoqchi ekan do'stlar. Biz bunga yo'l qo'ymaymiz. Hozir ketgandan keyin sekin pismiqlik bilan borib, yo'qligida ichkariga kirib, hamma yo'qni olib beramizda. Endi nimalar, o'g'irlagan odamlarga egasiga qaytib beramiz. O'zi rostdan ham nima bo'lyapti? O'g'riliklar ko'payapti. Uni tutolmayapmiz deb politsiyaga aytayotdi. Hop, yana kim qarayapti? Ginamicha o'ynayapti bittasi. Do'stlar, qoch. Xullas do'stlar. Jicha turaydi, hozir jicha turay. Bolalar, mana men 2 ta oyna oldim, bitta qilich oldim har ehtimolga qarshi. Qani nima ketdimikan? Mana bosmaslik kerak. Qani jitil ketdimikan? Bu nima bu? Menga mana bu narsa meni qiziqtiryapti. Qani hech kim voy. Hech kim ko'rmaydi, eshitma qilmaydi. Qani tikkalaychi o'zi bu nima? Bu ochiq qolib ketibdi. Yo'q. Bu ana u nimani o'g'ri jitilni nimasi bo'lsa kerak. Yo'q, opajoningni eri. Bir stak pulim qayoqqa ketsa, mana shunday ekan do'stlar. Hech kim yo'qmi? Yo'qlaylar. Bilmayman. Xullas, men bir stak izumrud olib kelgandim. Uyimda yo'q bo'lib qolgan lekin. Pullar olish kerak. Kimiki bo'lsa ham bankka topshirib yuborib. Falastinga jo'natib yuborish kerak. Bechoralar qiynalib
uysiz qolib ketyapti. Ashla nima qilamiz? Ehson qilamiz do'stlar. Xo'p, do'stlar, mana oldik. Endi bularni ham olaylik. Kimiki bo'lsa ham menga baribir yetil. Ay, yaramas. Sen meni narsalarimni o'g'irlayapsanmi? Ey, yaramas, sen menikini ham, hammanikini sen o'g'irlayotganing-ku. Men sen ishing bo'lmasa, men xohlaganimda qilib o'g'irlashim mumkin. Meni politsiyachilar ham tutolmayapti. Chunki men professional o'g'riman. Tushunyapsanmi? Hozir seni to'pponcha bilan o'ldiraman. 3 gacha sanagunimcha narsalaringni tashlab yo'qol. Bo'lmasa sen o'lasan. Poq deyapsan. Yo'q. Endi nima ham qilalardi do'stlar? Hech narsa qilolmaydi-ku. Xullas, politsiyaga telefon qilish kerak. Voy, telefonim uyda qolibdi. Hop, narsalarni qo'yganini olaycha, yetmasak. Davay, chiqdik. Politsiyaga telefon qilmaymiz. Bachok kerak emas bizga. Chaq bitta. Hozir ana do'stlar, keldik. Qani, telefonim qani? Mana mening telefonim. Mana narsa nima qilmaylar. Usti chiqib kelib qoluvdi. Shundan qilib ichvormoqchiman. Hozir. Do'stlar, men bularni hozir hamma inventarimdagi barcha pullarni va bularni xullas ehson qilmoqchiman. Davay, boshladik. Hop. Do'stlar, mana men hamma pulimni ehson qilib yubordim. Ehson qilib yubordim. O'zimni pulim turibdi. Faqat bir stak o'zimda turibdi. Endi esa politsiyaga telefon qilib adresni aytish kerak. U o'ldi deyish kerak. Xullas do'stlar, mana endi telefon qilsak ham bo'ladi. Alo, bu politsiyami? Bu kim bu? Xullas, bu men Rivokman. Maktabning yonida bir to'g'risining chap tarafda to'g'ridagi o'lsini To'g'ri gapiring-ku. maktabni to'g'risidagi uyning chap tarafidagi uyda xullas bir o'g'rilik bo'layotgan ekan, bildingizmi? Ha, biz uni anchadan beri ushlolmayotgandik. Hop, Men uni o'ldirdim va maxfiy joyini topib oldim. u qayerda ekan? Aytdim-ku. Ha, do'st, uka, bo'ldi, hozir yetib boraman. Xo'p, do'stlar, hozir politsiya keladi. Sizlar bilan va men o'sha Rivok. Hammaga xayr. Obuna va laykni bosib